Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Jar, kanalimni ko'rib turganimdan xursandman. Hozirgi videomizda TP-Link Agilent E820G5 routerini ikkita chastotali routerni hozir unboxing qilamiz, tekshiramiz, настройка qilamiz va 350 ming so'mga bu router arziydimi yo'qmi, o'shani ko'rib chiqamiz. Qani videoni boshlaydik. Xo'sh do'stlar, ochib olamiz. Bizani ichida bunaqa komplekt kutyapti. Komplektimizda router va qog'ozchasi. Bizga kerak bo'lmaydi bu narsa. Asosiy so'zi blok питания, pashport ham kerak bo'lmaydi. Agarda sizda mahallada optika bo'lmaydigan bo'lsa, pashport shart bo'ladi. Agarda mahalla bo'lmasa, tak shart emas. Mana bizda bunaqa oq, bunaqa ko'rinishda router bizani kutib oladi. Xo'p, 3 ta gigabit LAN portga, bitta WAN portga, ya'ni gigabit portga ega bu routerimiz. Bu joydan restart tugmasi, bu joydan VPS va blok питания ulanadigan joyi. Xo'p, ikkita bitta devorga qotirish uchun alohida shu teshiklari qilib qo'yilgan. Xo'p, ikkita chastotada 2.4 va 5G da ishlaydi. Yo ikkita o'rtasidagi yoki ikkita yon chekkasidagi antennasi bittasi 2.4 ga javob beradi, ikkinchisi esa 5G ga javob beradi. Va bu routerimiz hozir xarakteristikalarini men sizga aytib o'taman. Xo'sh do'stlar, mana ulab oldik routerimizni. Xo'p, bizda питание, ikkita chastota, Wi-Fi indikatori, WAN port ulangani, Starlink IP olgani va hozir routerimizni kompyuterga uladik. Kompyuterda hozir настройка qilamiz va sizga birato'la xarakteristikalarni aytib o'taman. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, Easy Mesh, MoMeMo va Beforming va gigabitli portlar bilan jihozlangan bir routerimiz. Easy Mesh, ya'ni siz agarda mesh sistemali routeringiz bo'ladigan bo'lsa, o'shanga ulasangiz bo'ladi va sizni bitta dona tarmog'ingiz, Wi-Fi'ingiz bu bilan ulanganda alohida emas, bitta bo'lib jipslashib ketadi va xuddi mesh sistema Deco o'sha routerlari kabi bitta anaqada Wi-Fi chastotada ulangan holatda sizga internetga ulanib foydalanishingizga xizmat qiladi. MoMeMo esa bu router ma'lumot almashinayotgan paytda sizga o'sha yordam beruvchi narsa, ya'ni bu o'sha ma'lumotlar almashinayotgan paytligida, misol uchun 5-6 ta qurilma bo'ladigan bo'lsa, har bitta qurilmaga alohida ma'lumot emas, ya'ni misol tariqasida oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, misol uchun ofitsiant sizga bitta ofitsiant emas, o'sha uyingizda misol uchun 5 ta odam bilan bordingiz, o'tirdingiz, sizga bitta ofitsiant xizmat ko'rsatmaydi, ya'ni bir o'zingizga yoki umuman oilangizga MoMeMo bilan 5 ta ofitsiant keladi, ya'ni har bittangizdan alohida zakaz oladi. Ya'ni bu ishni tezlashishiga, tezroq internetingiz ishlashiga va routerga o'sha ko'p yuk tushmasligiga yordam beradi. Va Beforming tizimimiz bor. Beforming bu orqasida rasm bo'lishi kerak. Mana Beforming, siz oddiy router bitta kupol joy oladi, misol 15 metrgacha masofani oladi va sizga ma'lumot almashinadi o'shani ichiga kirgan paytingiz. Beforming bu 15 metr расстояние olgan paytida siz qayerda bo'lishingizga qarab turib o'zini to'lqinini o'sha yuboradi va o'sha to'lqin sizni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizni o'sha olib turib siz bilan ma'lumot almashadi va bu sizga katta qulaylik yaratadi. 2.4 chastotasi 300 megabit sekund tezlik beradi, 5G esa 867 megabit sekund deb yozilgan ekan, lekin 2.4 chastota 300 megabit chiqarib bermaydi. Sababi test qilib ko'rgan paytimda o'zimni S6 routerimda unda 100 megabitgacha tortib bergan, undan yog'iga o'tmagan. 5G esa o'sha 5G 200 megabit sekund o'tgan bo'lsam 200 chiqarib bergan. Buni o'sha oldingi videolarimda Mi pristavkada ham o'lchab ko'rgan edim. Mi pristavka o'sha 200 megabitdan oshiq darajada skorost chiqarib berdi. Bunda Agilent deb yozilgan oldingi o'sha TP-Link routerlarimizda teaser ilovasi bor edi. Ya'ni teaser oldingi videolarda olib chiqqan edim. O'sha orqali siz o'zingiz routeringizni
любой dunyoni nuqtasidan internetingiz orqali kirgan holatda tekshirib, nastroyka qilib, browse qilib yoki kimdirlarni bloklab qo'yishingiz bo'ladi. Ya'ni boshqarish uchun juda ham qulay ilova. Bu yerda esa bu routerimizga Agnet ilovasi biriktirilgan ekan. O'sha ilova orqali siz foydalanib, routeringizga kim kiryapti, kim chiqyapti va Wi-Fi nomini, parolini o'zgartirishingiz uchun juda ham qulay narsa. Xo'p, hozir men sizga bu routerimizni sozlashni o'rgataman. Uning uchun IP'sini bilib olishingiz kerak. Windows R tugmasini bosib, SMD orqali terib, bu yerga men shuna qilib ko'rmoqchiman. IP config terasiz va bu yerda mana default gateway degan joy bor. Shu default gateway bu sizni marshrutizator, ya'ni marshrutizator, ya'ni Ethernet orqali kelayotgan o'sha router va IP'si, o'shani poiskovik strochkasiga kiritasiz. Bu yerda sizga Agnetni interfeysi ochiladi. Interfeysni parollab chiqasiz. Admin 123, ko'pincha holatda admin 123 qilib tanlab yozib ketaman. Yo'lin safar keladigan bo'lsa ham esimdan chiqmaydi. Ya'ni o'sha yoki katta harfda admin 123. Часовой poyez o'zimizni часовой poyezga to'g'rilaymiz. Bu yerda Ashxobod bo'lishi kerak. Ashxoboddan o'tib ketamiz. Yekaterinburg yoki Ashxobod tanlasangiz bo'ladi. Hop, buni farqi yo'q. Выбрать тип подключения sizda manda misol Turon interneti, men dinamический IP tanlayman. Sizda onlayn bo'lsa, shu через переходник, ya'ni mana shu narsa qo'yilgan bo'ladi. Shu orqali ishlayotgan bo'lsangiz, PPOE yoki boshqa internet provayder bo'ladigan bo'lsa, ularning shu IP adresini bilishingiz kerak. O'sha orqali tergan holatda kirasiz. Bu ko'pincha holatda dinamический yoki PPOE bo'ladi. Dalya va o'zingiz Wi-Fi'ni hop parolni terasiz va kirib ketaverasiz. Xo'p, bu yerda yana bitta nastroyka bo'limi bor edi. Shu joyni ko'ramiz va bizga umuman shu interfeys chiqarib beryapti. Interfeysi shu TP-Link anaqasiga o'xshaydi. TP-Link mana S6 degan routerimizga bu yerda o'sha qisqasi shu TP-Link firmasi bo'lganligi uchun ikkalasi bir-biriga o'xshaydi. Bittasida faqat teaser orqali, ikkinchisida Agnet orqali boshqariladi. Xo'p, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam besprovодной kiramiz. Besprovоднойda band setting, ya'ni ikkita chastotani bitta qilish yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni misol TP-Link 3912 sizda chiqadi, parolni o'ylaysiz. Router to'g'ri telefoningiz router qaysi biri skorost yaxshi yoki stabilni berayotgan bo'lsa, o'sha chastotaga ulanadi. Ya'ni bu 2.4 или 5G. Uzoqlashib ketsangiz 2.4 ga ulanib oladi, yaqinda bo'ladigan bo'lsangiz, tezlik katta bo'lsa 5G ga avtomat ulanib oladi. Shu narsani yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Men bu narsani ko'pincha holatda yoqmayman o'zi. Sababi 2.4 chastota ulanmasligi uchun ko'pchilik 2.4 ga ulanib internetda yaxshi ishlamay nostabil ishlashni boshlaydi, ya'ni qotadi yoki nimadir bo'ladi. Shuning uchun 5G ni qoldirib, ya'ni 5G ga alohida setting qilib qoldirib, 5G ga ulashga harakat qilaman. Xo'p, дополнительный sozlamalarga keladigan bo'lsak, oldingi videolarda o'sha qanaqa qilib turib nastroykalar orqali расширить qilishni o'rgatganman. Hop, routerimizni juda ham xarakteristika jihatdan S6 ga juda ham o'xshab ketadi. Pul jihatdan esa bir-biriga ham o'sha pul jihatdan ham o'xshab ketadi. Hozir misol uchun bozorda S6 TP-Link Archer S6 routerimiz 360 ming turadi. Bu esa 350 ming. Lekin bitta dona LAN porti bilan farq qiladi. Lekin qolgan hamma shu beforming desangiz beforming ham bor S6 da, Mumimo desangiz Mumimo ham bor.
hamma aytib o'tgan narsalar, chastotalar, hattoki antenna ham faqat ustki ko'rinishdan har xil bo'ladi S6 routerimizda. Hop, sozlamalar shunaqa amalga oshiriladi. Hozir internetimiz ishlayapti. Ko'rsam ham tekshirsak bo'ladigandek internet. Birinchi holatda Yandex Internet Meter yokida Open Speed Test yokida Speed Test dan foydalanaman. Hop, bizda 80 megabit tezlik chiqarib berish kerak. Hozir soat 4dan kelgan, 4dan o'tgandan keyin 80 megabit. Kechki paytga 12 dan ertalabki soat 4 gacha 200 edi. Hop, 200 imiz o'tib ketibdi уже, ma'lum. Hop, routerimizda shu tezlikka chiqarib beryapti. Hop, прямой подключение bari boshqacha bo'ladi. Через router powerga. Mana bu hajashisi 80, ну почти 13 kadashda, no skorost normalniy chiqarib beryapti. Hozir esa men sizga Agnet orqali o'sha qanaqa boshqariladi, qanaqa registratsiya o'tiladi, o'shalarni ko'rsatib o'taman. Xo'sh do'stlar, men Wi-Fi ga ulanib oldim. Mana siz ham o'sha Wi-Fi ga ulanib olasiz va Agnet routerini App Store yoki Play Marketdan yuklab olsangiz bo'ladi. Agnetga kirgan holatda men hozir registratsiyadan o'tib qo'yganman. Hozir routerga kirishga sistemaga kirish uchun parol so'radi, ya'ni boshida admin 123 edi. Xo'p, mana interfeysi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni o'sha boshqarishi va qanaqa qilishi hozir men sizga ko'rsataman. Buning uchun bu yerda buni привязка qilmoqchi emasman. Просто так chiqib ketmoqchiman. Hop, mana VT учетный запись joyi VT qilib chiqib ketamiz. Mana sizga Agnet mana bunaqa ko'rinishda chiqib keladi. Hop, YG sistema bu sizda o'sha men iCloud'im bo'laganman. Shunda meni yuzimni Face ID oladi, bo'ldi. Men o'sha Agnetga kirib, shu routerlarni настройка qilib, Wi-Fi lar nomini o'zgartirsam bo'ladi. Sizda u narsa учетный запись yo'q, shuning uchun sizda TP-Link ID qilasiz. Bu yerga misol uchun 145 gmail.com o'zingizni akkauntingizni kiritasiz. O'zingizni akkauntingizni kiritganingizdan keyin siz уже akkaunt уже существует deyapti. Hop, bu akkaunt уже ochilgan deyapti. Demak, men boshqasidan hozir ochishga harakat qilib ko'raman. Boshqa akkauntim bo'lyapman. 8-значный parol qo'ying deyapti. Dior. Yo'q, Dior 2239 qilamiz. Dior 2239. Hop, yashayim, o'qilamiz, птичка qo'yamiz, подтвердить bosamiz. Активируйте свой TP-Link ID. Письмо отправлено на адрес. Hop, siz adresingizga ketdi bu xat, o'sha yerdan qabul qiling deyapti. Hop, assalomu alaykum, rahmat kattakon registratsiya o'tayotganingiz uchun TP-Link IDdan hop, zavishni qo'ramiz, Google'ga o'tvoramiz, Google Chrome, hop, brauzer по умолчанию qo'yib qo'ydik. Hop, tabriklaymiz, siz учетный запись aktivatsiya qildi. O'shanga sekin o'tib настройка qilib olsangiz bo'ladi deyapti. Sekin o'sha настройкаga o'tib ketaveramiz. Hop, aktivировать и войти bosasiz. Bo'ldi. Shu aktivировать войти bosganingizdan keyin выполнить vaqt ID. Hop, bizda chota mana iCloudga привязка bo'lib qolganiga o'shandan boshqasiga ulanmayapti. Sizda o'sha registratsiya bo'ladi, ulanib ketadi va routerni parolini terib olasiz. Endi bu yerda misol mana bu soatcha sizda 2-3 ta bo'ladigan bo'lsa, o'zingiznikini topasiz, управлять etib bosasiz va parolni, ya'ni o'sha kim parol kirgizgan o'zingiz yokida kim настройка qilgan o'shandan bilib olib, admin 123 yokida men boshqa nomni terasiz. Hop, interfeys mana bunaqa ko'rinishda. Hop, bu yerda bizda сетевой bor, семья bor va подробный joy bor. Pastda ko'rib turgan bo'lsangiz mana. Hop, сетевой joyda nima ko'ryapti bizga? Bizga router o'zini ko'rsatib turibdi.
кажется все в порядке deyapti, ya'ni bu yerda hammasi yaxshi, ya'ni internet ishlamoqda. Ya misol o'zingizsiz Deskop va LG bu o'sha kompyuter va televizor ulangan sim orqali ulansa mana bunaqa kabel ko'rinib turadi. Xo'p, скорость подключения 1 gigabitgacha deb qo'ygan, ya'ni o'sha kabelimiz 1 gigabitgacha bo'lganligi uchun. Xo'p, bizda prioritet qo'z degan narsa bor. Prioritet bu nima? Bosgan paytingizda включить qo'zni bossangiz, siz misol uchun sizda 500 megabit bo'ladigan bo'lsa skоростingiz, siz qancha skорость berishi bunga aytib qo'ysangiz bo'ladi. Boshqalarni kamaytirib, buni ko'paytirib qo'ysangiz bo'ladi. Gigabit sekundda qilib qo'ymang. Gigabit sekund qaytamga yomon anaqa qiladi. Yomon skорость qilib qo'yadi. Hop, zablokировать joyi bor. Zablokировать bossam, bu черный спискка tushadi. Черный спискка tushgandan keyin bizani internetimizga, ya'ni routerimizga o'sha qurilmaga IP bermaydi. Ya'ni u IP olmagandan keyin u internetdan foydalana olmaydi. Zablokировать joyini yana bir marta bosib, uni yana boshqatdan qaytarib olsangiz bo'ladi. Va umuman boshqa o'sha kim sizni uyingizdan tashqarida ulanib olgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ularni barchasini shunaqa qilib chiqarib olsangiz yoki bloklab qo'ysangiz bo'ladi. Bu qurilmalar черный спискка avtomatik tarzda tushadi va u yerdan qarab chiqarish yoki chiqarmaslikka o'zingiz hal qilasiz. Подключение к интернету mana bunaqa holatda, ya'ni ulangan deydi. Настройки интернета qilib turib, misol uchun динамический статический PPOE tanlab olsangiz bo'ladi. Wi-Fi настройкasiga kirasiz va bu yerdan bundoq kirib band beformingni yoqib yoki umuman Wi-Fi ichidagi parolni o'zgartirasiz yoki qo'shimcha nima kanallarni o'zgartirsangiz bo'lar ekan. Mana shu yerni o'zidan bilmagan ekanman. Misol uchun 20 qilib qo'yamiz, 13 qilib qo'yamiz va мощность передачи, ya'ni Wi-Fi'ingiz ko'proq pробитияsi zo'r bo'ladi, ya'ni chiqib ketish, ya'ni devorlardan kirib signalni chiqarib berish anaqasi kuchi ko'payadi. O'sha высокий tursa, kattaroq distansiya oladi yoki misol uchun o'ta olmayotgan devorli qismlardan o'sha yerdan chiqishga yana bitta kuch bo'ladi. O'shani qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Sizda agar ko'p xonadonli uy bo'ladigan, ya'ni dom bo'ladigan bo'lsa, kanallar to'qnashuvi bor. To'qnashuv bo'ladigan bo'lsa, sizni skorost tushib ketadi, internet sifati tushib ketadi. O'shanda hop, kanallar shu 11 dan 11, 12, 13 yoki 12, 13 yangi kanallar hisoblanadi. Ularni avtomatik tarzda emas, shunaqa qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu kanallar boshqa kanallar bilan to'qnashib ketmaydi, chunki hammada avtoda turadi va avtoda to'qnash kelib ketsa, sizning internetingiz yaxshi ishlamay qolishligi mumkin yoki diskret sech qilib qo'yishingiz mumkin. Bu orqali siz shu Wi-Fi nomini, parolini tergan holatda, ya'ni ruchnoy holatda terishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ruchnoy другой bosasiz, imya misol uchun TP-Link G5 misol uchun. Parolni qo'ygansiz, paroli bir balo bo'ldi, подключить qilasiz. U sech hech kimda bo'lmaydi, mana bunaqa ko'rinib turmaydi. O'sha chiqib keladi. Siz faqat ishlata olasiz. Boshqalar o'sha ko'rmaydi narsani. Shunaqa qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, funksiyalar juda ham ko'p ekan, juda ham qulay qilingan. Yozuvlari ham chiroyli. Umuman tezer ilovasidan boshqacha, ya'ni bunga ham alohida urg'u, alohida o'sha mehr berilgan ekan. Men hozir o'zim ko'zim bilan solishtirganimda, hop, rejim indikatori, время отключения indikatori yoqsiz bo'ladi. Ya'ni routeringizning ustki qismidagi indikatorlari video boshida ko'rsatganimda o'shalarni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni kechki payt, misol uchun ko'z tushadigan joyda bo'lsa, o'shani soat misol uchun kechki payt nechida qo'yasiz, o'sha vaqtdan ertalab nechida turasiz, o'sha vaqtgacha qo'yib qo'ysangiz, o'sha vaqt o'zi yonib turadi. Kechki payt esa sizga xalaqit bermaydi, ko'zingizni e'tiboringizni tortmaydi. Hop, TP-Link ID bu o'sha
misol uchun привязка qilib qo'ysam hozir bu IDga men buni har qanday joydan agentga kirib o'zim mobil internetim bilan ko'ra olaman. Ichida kim ulangan, nima qilyapti, qayerga necha skorost nima bo'layotganligini. Hop, rejim работы bu yerda Wi-Fi router как sifatida, ya'ni kabel keladi, routerga ulanadi va Wi-Fi tarqatib internet ishlaydi. Ha, bu yerda internet kabeli keladi, modemga ulanadi, modem Wi-Fi ga ulanadi, Wi-Fi esa Wi-Fi tarqatib va yana обратно tarqalib internet shu uyda bo'ladi, ya'ni ikkita rejimda ishlaydi. Xo'sh, sistemaga o'tadigan bo'lsak, обновить прошивка joyiga o'tib, routeringizni har oy yoki har qanaqadir vaqtda обновлениясini ko'rib turishingiz kerak. Обновить nimaga qilinadi? Sistema eskirib qoladi, routerlarni miyasini yaxshiroq ishlashligi uchun o'sha algoritm, ya'ni bilimli algoritmlarni o'sha tiqib qo'yishadi. O'shani bitta обновить qilib yuborasiz. Miyasi такой zo'r bo'lib maza qilib foydalanmasdan изменить parol устройство qilsangiz, ya'ni men admin 1-2 chiqib qo'ydim. Bu yerdan o'zingiz kirib, o'zingizga misol uchun nomlab qo'ysangiz bo'ladi. Перезагрузить seti qilsangiz bo'ladi, ya'ni routerni o'chirib yoqirsangiz bo'ladi va видите sistemadan chiqib ketsangiz bo'ladi yoki bu setni o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Hop, go'shtvoy set bu o'sha mehmonlar kelgan paytida yoqiladigan set. Buni parol qo'yasiz va sizda o'sha TP-Link G5 routerini nomi, ya'ni nomi deganda, xo'sh, nomi qanaqa edi? Mana TP-Link 3912 5G ni faqat ghost bo'lib turib, ya'ni ghost такой inglizcha variantida chiqarilib, o'sha chiqib turadi. Unga parol qo'ysangiz bo'ladi, bez parol qilsangiz bo'ladi. Hozir men yoqib ko'raman. 9 qilamiz, yoqamiz. Ya'ni uyingizga mehmon kelgan paytida o'zingizni tarmog'ingizni, misol uchun Wi-Fi'ingizni parolini bilib olishlarini xohlamaysiz. Misol ular kimdirga berib yuborishi mumkin, qo'shningizga yoki umuman yaqin kimdiringizga tarqalib ketib, keyin qurilmadan yana shu o'chirib o'zingizga bosh og'riq qilmasligi uchun yoki umuman faqat kelishgan paytligida yoqib qo'yib, ya'ni alohida parol urib o'tir, o'qil degan narsani o'rniga 8 ta simvol yozgandan ko'ra bitta parol qo'yib yoki parol qo'ymasdan go'shtvoy setni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Рассказать друзьям qilib turib, siz uzatib yuborasiz parollar anaqasini VP qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki открытый qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi, ular olishadi. Va o'sha bemalol dostуп olib internetingizdan foydalanishadi. Bu qo'shimcha yana bitta qulaylik. Endi bundan menimcha ko'pchilik foydalanmasa kerak. Router faqatgina o'sha o'zini основной Wi-Fi 2.4 va 5G chastotasidan foydalanishadi. Go'shtvoy set umuman ko'pchilik foydalanmaydi, o'zim ham foydalanmayman. Lekin shunaqa qarorlar ham bor. Agar buni biladigan bo'lsangiz, qiladigan bo'lsangiz, bu albatta o'zingizga bitta eksperiment, bitta bilim bo'ladi. Va bu yerda mana bichkani bossangiz, добавить agent. Hop, bu добавить agent joyida mesh sistemali routerlarni qo'shsangiz bo'ladi. Misol mana dalil tugmasini bosasiz. O'sha sistemadan aytayapti, включить устройство дождись, когда индикатор замигает синим. Ko'p tugma yongungacha kutasiz. Подождите, около indikatorda не замигает синим. Siniy yoqquncha bo'ldi, ya'ni qidirasiz. Bu mesh sistemani shu ulanish joyi. Bu yerdan o'sha kirib mesh sistemaga ulasangiz bo'ladi. Yoki router ulasangiz bo'ladi mesh sistemali. Yoki umuman просто как учредитель ulab qo'ysangiz bo'ladi. Xo'sh. Личный роутер, ko'chadagi router mana. Hop, ulash yo'llari juda ham ko'p ekan. Hop, как подключаться к интернету. Hop, modem mana
o'sha men aytayotgan edim через modem mana ulanmoqda agentlik routerimizdagi va mana bu shu marshrut tuzatib turgan ekan. Orada yana bitta routermi unga ulanadi, undan esa anaqaga ulanmoqda. Ya'ni har xil подключениялар anaqasi bor. Qismlari. Buni o'zidan ham birinchi o'sha Wi-Fi ga ulanib qolsangiz bo'ladi, ulanmasangiz bo'ladi. Mana bu yerda Agnes kompyuter aktivatsiya. Xo'p, misol uchun siz qurilmani bilmayapsiz, misol routerni qanaqa modelligini bilmayapsiz. U mesh bo'lishi mumkin, u ADSL bo'lishi, u PON bo'lishi mumkin yoki router. Mana shu yerga har bittasini topib kirib o'tirmasdan shunday skaner yoqasiz, открыть kamerani olasiz, rashid qilib, bo'ldi, skaner qildingiz, orqasida QR kodi bo'lsa albatta u topib oladi va o'shanga уже настройка qilishni boshlaysiz. Bu ham bitta qulaylik. Xo'p, temani o'zgartirsangiz bo'lar ekan. Udumyani o'chirib qo'yish, udumyani kirib обновление прошивкani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, avtomatik pрошивка kelsa siz уже ko'rasiz va buni обновить qilib olasiz. Qolganlarda bu o'chib turadi defaultda, sizda yoqib turadi. Chunki siz mani videomni ko'rdingiz. Hop, новое устройство. Shunaqa qilib, shularni aytib o'tmoqchi edim. Agarda video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like, obuna tugmasini yodingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.